Hasan ibn Haysam 2-bo'lim. Hasan ibn Haysam butun umrini ilmga, ma'rifatga bag'ishladi. Juda ko'p ilmiy kashfiyotlar qildi. O'nlab kitoblar yozdi. Juda ko'plab tadqiqotlar o'tkazdi. Qisqa muddatda o'z davrining olimlari orasida nom qozondi. Uning dong'i hatto Misrgacha yetib bordi. Fotimiylar xalifasi Al-Hokim bi Amrillah ham Hasan ibn Haysamning dovrug'idan xabar topdi. Xo'sh, vazir, Hasan ibn Haysam rostdan ham shunchalik katta olim ekanmi? Ha, hojam, juda katta olim ekan. O'zi shu kunlarda Misrga kelmoqchi ekan. Qayerdan bilding? Sizga aytmadimmi hali? Men u bilan ko'rishdim. Ancha suhbat qildik u bilan. Demak, siz handasa ilmida katta mutaxassissiz, to'g'rimi Ibn Haysam? Handasa ilmning bir sohasi, yo'nalishi xolos taqsir. Juda katta mutaxassisman deya olmayman, lekin bu yo'nalishda ham anchagina ilmiy kashfiyotlar qilish nasib qildi, alhamdulillah. Aytingchi, handasa ilmini odamlarga foydasi bormi? Albatta bor. Eng avvalo, ko'rish sohasida handasasiz ish bitmaydi. Matematika, astronomiya fanlari, kemasozlik sohasi, bularni hammasi handasa ilmiga suyanadi, taqsir. Alloh rozi bo'lsin sizdan Ibn Haysam. Ilmingizdan manfaat olish bizga ham nasib qilsin. Siz menga hokimni vaziriman dedingiz-a? Shundaymi? Ha, vazirman. Shomga kelgandim. Sizni ko'rmay ketmayin dedim. Rahmat. Baraka toping. Vazir janoblari, men Misrga bormoqchi bo'lib yurgan edim. Gap shundaki, Nil daryosini suvi to'lib toshgan paytda ham, suvi kamayib, qurib qolgan paytda ham foyda keltiradigan bir ish qilmoqchiman. Juda zo'r bo'lardi-ku, ha? Bu gapni xalifaga albatta yetkazaman, taqsir. Qanaqa ish qilmoqchi ekan? Bilmadim, hojam. Aynan nima qilmoqchiligini menga aytmadi. Lekin menimcha juda muhim ishga o'xshaydi. Shuning uchun sizga uni gaplarini boricha yetkazdim. Ha, yaxshi, yaxshi. Ertaga Shom tomonga karvon yuborilsin. Borib Hasan ibn Haysamni Misrga olib kelinglar. Agar u Nilni suvidan to'lib toshganda ham, qurib qolganda ham foydalanishga yordam bera olsa, hamma sharoitini yaratib beramiz. Tezda olib kelinglar. Hasan ibn Haysam Misrga safar qildi. Misrga yetib kelganida uni xalifaning o'zi hurmat, ehtirom bilan kutib olib, nihoyatda ochiq ko'ngillik bilan muomala qildi. Misrga xush kelibsiz, Ibn Haysam janoblari. Taklifimizni qabul qilganingiz uchun rahmat. Sizga ham ming rahmat, taqsir. Menga shunchalik imkoniyat berganingiz uchun. Sizga mana bu uyni tayyorlab qo'ydik. Ilmiy tadqiqotlaringiz uchun nima kerak bo'lsa, kitob deysizmi, asbob uskuna deysizmi, hammasini yetkazib beramiz. Shu ishni hal qilish uchun hech qanday yordamimizni ayamaymiz, inshaalloh. Qaysi ishni aytyapsiz? Siz Nil daryosi toshib ketsa ham, qurib qolsa ham, undan foydalansa bo'ladigan bir yechimni topmoqchi ekansiz deb eshitdik. To'g'ri, to'g'ri. Lekin bu hozircha nazariya xolos. Endi nazariyani amaliyotga aylantirish payti keldi. Mana oldingizda Nil daryosi. Uyingiz ham Nilni shundoqqina yonida. Hoziroq ish boshlashingiz mumkin. Meni ma'zur tutasiz, taqsir.
Kulganimning sababi shuki, siz meni nazariyam haqida bu yerda qolishim foydali bo'ladimi yoki yo'qmi hech narsa so'ramadingiz. O'sha nazariyangiz Nil daryosi bilan bog'liqmi axir? Ha, bog'liq taqsir. Bu yerda bir muddat qolsam, daryo sathi ko'tarilishini ham, pastlashini ham o'rganishimga imkon bo'ladi. Lekin men tabiatni o'rganishim uchun janubga ham borishim kerak. Nima demoqchi ekanligingizni biroz tushunmadim. To'g'on qurish kerak. To'g'on? Ha, to'g'on qurish kerak. Misr xalqini asosiy tirikchiligi bu dehqonchilik. Dehqonchilik esa Nil daryosi bilan bog'liq. Nil daryosi ba'zan to'lib ketib, ikki yonidagi yerlarni suv bosadi. Ba'zida esa qurib qolib, dehqonchilikka putur yetadi. Shuning uchun men Misrning janub tomoniga to'g'on qursakchi degan fikrga keldim. Shunda Misrga kelayotgan Nil suvini nazorat qilsak bo'ladi. Suv ko'paygan paytda uni to'g'on ortida ushlab turamiz. Natijada dalalarni, qishloqlarni suv bosmaydi. Suv qurigan paytda esa to'g'onni ochamiz. To'plangan suv oqib chiqib, daryodagi suv yetarlicha ko'payadi. Bor gap shu taqsir. Siz olim emas ekansiz. Nimaga? Siz daho ekansiz, Ibn Haysam. Bo'ldi. Sizga nimaiki kerak bo'lsa, hammasi xizmatingizda bo'ladi. Ishlaringizni, hisob-kitoblaringizni bemalol shu yerda oxiriga yetkazib oling. Keyin janubga qachon safar qilmoqchi bo'lsangiz, vaqtini belgilab menga aytib qo'ying. Bu Ibn Haysamning hayotidagi eng baxtli lahzalardan biri edi. Uning ilmiy orzulari amalga oshish arafasida turgandi. Shunday qilib, Ibn Haysam Misrning janubiga, Asvonga yo'l oldi. Yetib borgach, loyihani boshlash uchun ochiq tabiatni o'rganib chiqdi. Ammo Mumkin emas. Nima mumkin emas, hazrat? Men qilmoqchi bo'layotgan loyihani bajarib bo'lmas ekan bu yerda. Nima uchun? Nil daryosini ustiga biror narsa qurib bo'lmas ekan. Maydoni esa juda katta. Oqimi ham men o'ylagandan ko'ra tez ekan. Oldindan hisob-kitob qilmaganmidingiz? Qilganman, lekin taxmin boshqa, amaliyot boshqa. Men-ku taxminim to'g'riligiga ishonaman, lekin lekin Nima lekin? Taxminim to'g'ri deyapsiz-ku axir. to'g'ri taqsir. Taxminim to'g'ri. Unda to'g'on qurishga nima to'sqinlik qilyapti? Bunga juda katta sarf xarajat kerak bo'lar ekan. Men sizga aytdim-ku, nima kerak bo'lsa hammasini ta'minlayman deb. Yo'q, har qancha urinsak ham vaqtni bekorga sovurganimiz qoladi taqsir. Daryo juda katta. Balki bir paytlar kelib, qurilish asbob uskunalari rivojlansa, quruvchilar men o'ylayotgan to'g'onni qura olishar balki. Lekin hozirgi paytda, hozirgi imkoniyat bilan bu daryoni ustiga to'g'on qurib bo'lmaydi. Bu imkonsiz. 1000 yillar oldin mana shu ehromlarni ham qurishgan-ku axir. Ular qanday qurilgani haligacha fanga ma'lum emas taqsir. Ular me'moriy mo'jiza hisoblanadi. Unda siz ham o'z me'moriy mo'jizangizni barpo qiling. Iltimos qilaman sizdan.
Men shunga umid qilgandim, taqsir. Lekin ko'ryapmanki, urinishlarimiz foyda bermaydi. Men bunga rosa umid qilgandim. Qaniydi shu inshoot orqali tarixda nomim qolsa deb. Mayli. Unda nomim tarixda qolish uchun boshqa yo'lini topaman. Mayli. Boravering, Ibn Haysam. Rostdanmi, taqsir? Misrdan ketsam, Iroqqa qaytsam bo'ladimi? Yo'q. Siz shu yerda qolasiz. Biz bilan birga. Hali sizdan ko'p foyda olishimiz kerak. Rahmat. Rahmat, taqsir. Xalifa Hakimning Ibn Haysamni Misrda olib qolish haqidagi qarori Ibn Haysam uchun mukofot emas, jazo edi. Ibn Haysam buni shu zahoti tushunib yetdi. Xalifa unga davlat idoralaridagi boshqaruv ishlarini topshirdi. Ammo bu ishlar Ibn Haysamga notanish edi. Shuning uchun bu ishlarga ko'milib qoldi. Ertadan kechgacha ishladi. Ilmiy tadqiqotlar, tajribalar olib borishga na vaqti, na kuch qolmadi. Ulug' olim tang ahvolda qoldi. Ammo zolimligi bilan tanilgan xalifaning talabini rad etishga jur'ati yetmadi. Murakkab ilmiy masalalarni osongina yechgan Ibn Haysam bu muammoni qanday yechishni bilmay bosh qotib qoldi. Xo'sh, bu holatda u qanday yo'l tutarkan?